Jungkook ketib beraman. Dabdalingni chiqazadi. Men shu BTSni itimdan battar yomon ko'raman. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Ozi degan YouTube kanalda ham BTS haqida bir video bor ekan. Unda aytilishicha bu guruh o'zini idol, ya'ni soxta iloh kabi yoshlar miyasiga singdirib boryapti ekan. Undaydi. Tashqi obrazlari esa androgenniy deb nomlanar ekan. Ya'ni androgenniy obrazi bu erkak kishida ikki jinsni ham ko'rsatish, ham erkak, ham ayol. Rep joylarini ham shunaqa nozlanib etadimi? Erkak erkakcha qo'shiq aytmaydimi, ha? Azart qani? Bilmadim yana o'zlab to'miri necha yillik kayan repsiz hayot qo'rqinchli ko'zam bilan ko'rdim yoningda kim? Biradar najm 10-chi bor xiyonat lekin geligi boridan topsan malades padaringga ming rahmat. Now back in the go back in the moment but I got who with the sun but the jacket and unknown pang and nigga back in the back in the knock for the bar like a tag in the mom don't tell me the unwrap but it's like yes on the name the but I don't tang in the mom try not and the back to the picking home that I shake the jerk to the tang in the soul. Fully calling the truly open she beating it out. Who the fuck is this? Looking up freaking it out. To the fucking crowd just I was keeping it out. She turned around and was trying to put my dick in the 30 yosh atrofida. Bularni birortasi ham hali uylanmagan, ishqiy munosabatda emas. Shunday ekan, gay bular katta ehtimol bilan. Tanishlarim natijasida guruh a'zosi Rami oldingi intervyularida sevgi jinsga bog'liq emasligini aytgan ekan. Stress. Oh my god, stress. Suvga ham bir intervyusida jins muhim emas, inson muhim mazmunida fikr bildirgan ekan. Yettita lobar yigitlar nima uchun Bailalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Bailalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Bu yog' shaxsan Jungkookning sochining yog'idan bo'lgan yog'. Kirmay keladigan bo'lsa, ular ko'pi nesni bo'ladi. Bailalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Bailalo, gózalo. O'zbek yigitlari alhamdulillah bu narsalardan xabari bor. Har tomonlama chiniqqan, ham jismonan, ham ma'naviy tomonlama. Bitta videosini ko'rdim. Ashilla yetishyapti. Bittasi oyog'ini ozgina ko'pbas. Bilinmas. Oyog'ini urib oldi-da, yiqilib tushdi haligina nima? Naslka deydimi? Naslka ashnaqara ko'tarib olib chiqib ketdi. Hamma vahima. Shokda u sahna ortida odamlar shokda. Wait a minute. Who are you? I don't know what. Yeah.